Buğdayımız mavzuluq obzorchi maqolasi besildi. Maqolada mundaq deyildi. Şinjangni idora qilishning yaxshi bo'lgan bo'lmaganligi, fuqarolar turmushining qandaqligi to'g'risida Şinjangdagi har millat xalqi eng cho'nqur ta'sirotga ega. Şinjang Uyg'ur avtonom rayoni qurilgan 64 yildan buyon iqtisod umumiy miqdori 80 hassa oshdi. 2014-yildan buyon 3 millionga yaqin nomrod aholi nomrodlikdan qutuldi. Amerikadagi ba'zi siyosatvozlar haqiqiy ahvolni ko'rsimi ko'rmasga silib, paketga parvo qilmay, joyillarcha bir talablamalik qilib, yomon g'arazda tanlash xarakterli ko'r bo'lib oldi. Jungoning terrorlikqa qarshi turish asabiylikni tugutish uchun ko'rsatgan g'oyat zo'r tirishchanligi butunlay yo'lliq va qonunliq, kishilik huquqqa hurmat qiladigan va kafolatlantiradigan amaliy tadbir. Amerika taraf kishilik huquqni qo'g'dashni dastlab qilib, Şinjangning muqimligini buzib, Jungoning taraqqiyotini cheklamoqchi bo'ldi. Bu quruqdan quruq ovora bo'lganlik, chotni xato so'qqanlik. Şinjangdagi 25 million har millat xalqi buning qo'shilmaydi. 1 milliard 400 million Jungo xalqi buning qo'shilmaydi. Hech qanday kuch Şinjangning uzun mezgillik gullanishi, muqimligini to'sib qololmaydi. Hech qanday kuch Jungo xalqi va Junxo millatining ilgirlash qadamini to'sib qololmaydi. Maqolada munolar ta'kidlandi. Şinjangni idora qilish siyosatini davomli yaxshi izchillashtirib va amaliylashtirib, Şinjangni davomli yaxshi taraqqiy qildirish, yaxshi gullantirish, Şinjangning gullanishi, muqimligi, millatlar ittifoqligi, jamiyat inoqligini sijil saqlash, tuxumdan tuk undirgichilarga berilgan eng unumli qaytarma zarba. Biz Amerika tarafini Şinjangga chetishlik masalani ko'ptirishni, Jungoning ichki ishlariga aralashishni to'xtatib, tinchlik, taraqqiyot, hamkorlik, o'rtaq manfaatlanish davr eqimiga moslashib, ikki davlat munosabatining sog'lom taraqqiyotini ilgir surishga da'vat qilamiz. Tarix shuni yana bir qitim isbotlaydiki, kim eqimga qarshi harakat qilsa, muqarrar o'z beshini yeydi. Xinhua agentligi bugun o'zini razillik qaplab ketganlarning boshqalarni ayblaydiganga nima haqqi mavzuliq obzorchi maqolasi e'lon qildi. Maqolada munolar ko'rsatildi. Amerika kishilik huquq masalasidan foydalanib qusur chiqarishga amroq. Yaxshi ko'rdi. Bu faqat kishilik huquqni dastak qilib, boshqa davlatlarning ishki ishiga aralashib, boshqa davlatlarning taraqqiyotini cheklash bo'lib, oxirgi maqsadi faqat o'z manfaati uchun. Amerikaning Şinjangga chetishlik qonun loyihasi mana mushundaq atalmish kishilik huquq masalasidan foydalanib, Jungoning ishki ishlariga aralashadigan badbashira asri. Haqiqatni burumlashga qat'iy bo'lmaydi. Haqiqat yengilmaydi. Amerika tarafning atalmish Şinjang masalasidan foydalanib, Şinjangning gullanishi, muqimligiga buzg'unchilik qilishga, Jungoning taraqqiyot qadamini cheklashga talablarcha urinishi jazman mag'lub bo'ladi. Maqolada munolar ta'kidlandi. Uzun olmayan Amerika terrorlikqa qarshi turish va kishilik huquq masalasida qo'sh o'lcham qo'llanib, terrorlikqa qarshi turishni jug'rafiyalik siyosiyni ilgari surishning vositasi qilib, terrorlikni barg'ansiri avj oldirib qolmay, rayon qalayimqonchiligi, ansizligini paydo qilib, sonsizlagan begunoh ommaning o'lish yorilinishi, nurg'un musofirning sarson, sargardan bo'lishini keltirib chiqadi. O'zini atalmish kishilik huquqning qo'g'dug'chisi deb hisoblab, hadislar boshqa davlatlarning kishilik huquq ahvoliga kas-kammas qo'l shiltib, o'zidagi razil kishilik huquq xotirasidan o'zini qochirdi. Bugungi Amerikaga qarab boqayli. Boy kambag'allik farqi ko'nsiri eg'irlashmoqda. Irqiy kamsitish texmo eg'irlashmoqda. Jinsiy kamsitish kishini cho'chitmoqda. Ko'chmanlarning tragediyasi uzluksiz yuz bermoqda. O'zida shundoq ko'p illat turib, boshqalarni ayblaydiganga nima salohiyati bor? Amerikadagi ba'zi kishilarni davr eqimiga moslashib, qo'sh o'lchamni cho'rib tashlab, atalmish Şinjangning kishilik huquq masalasidan yo'q yerdan ish termaslikqa, qutratqulik qilmaslikqa da'vat qilamiz. Bo'lmasa, o'z putiga palt chopidi xolos. Şinjang gazetining bugungi soniga Şinjangning gullanishi, muqimligi, bo'hton chaplash, qora suvashga berilgan eng kuchli qaytarma zarba mavzuliq obzorchi maqolasi besildi. Maqolada mundaq deyildi. Amerika parlamenti Avam palatasi atalmish Şinjang chetishlik qonun loyihasini ma'qullab, Jungo Şinjangning kishilik huquq ahvoliga yomon g'arazda bo'hton chopildi va sababsiz aybladi. Şinjangga hadab qor suvab, Jungo xalqining bo'libmi Şinjangdagi har millat xalqining hissiyotiga og'ir ziyon yetkazib qolmay, Jungoning ichki ishlariga qo'pollik bilan aralashib, xalqaro qonun va xalqaro munosabat asosiy mezonni ochiqdan ochiq dafsanda qildi. O'tgan bir mezgilda Şinjang terrorizm, diniy asabizmning og'ir ziyniga uchrab, xalqning hayoti va mol-mulk bexatarligi og'ir tahdidga duch keldi. Partiya va hukumat og'ir murakkab vaziyatga qarta keskin tadbir qo'llanib, terrorizm, diniy asabizmning paydo bo'lib, yamrash tuproqi va sharoitini eng zo'r chekda yo'qotdi. Fuqarolarning asosiy huquqiga eng zo'r darajada kafolatlik qilib, terrorizm, diniy asabizm ziynidan saqlab, Şinjangning ijtimoiy muqimligi va abadiy aminlikini amalga oshirishga puxta ul soldi. Maqolada munolar ta'kidlandi. Şinjangning sijil gullanishi, muqimligi, yomon g'araz va badbashira qilmishga berilgan eng kuchli qaytarma zarba. Tashqi kuchlarning Şinjang ishlariga aralashishiga qarshi turish irodamiz, terrorlikqa qarshi turish va asabiylikni tugutish kurashini qanot yaydirish irodamiz, davlatning egilik huquqi, xavfsizligi, taraqqiyot manfaatini qo'g'dash irodamiz qilchi tavranmasala, hech qanday kuch Şinjangning ittifoq, inoq, gullangan boy, madaniy ilgirligan, xotirjam yashab, xushal-xuram ishlaydigan go'zal atsi qarab ilgirlashini to'sib qolmaydi.
Amerika parlamentinin qılç tüvənçək yox qoş ölçümü və saxta, rəzil, zomigarlik logikası Abdum rayonimizdagi hər millət kadrlar və ammanın küçlük ғazibini qozğadı. Köpçilik Amerikanın zomigarlik qılmışıға qarda hər qandaq köş Şinjanның ilgirləş qədəmigə tosqunluq qılalmaydı. Hər xil kaşıla və buzğunçuluq faqat Şinjandakı 25 milyon hər millət oğul qızlarını birlikdə gözəl Şinjan bərpa qilishqa texmi ittifaqlaşdırdı deyişdi. Amerika Parlamenti Avam Palatası 2019 yıl Uyghur kişilik hukuk siyaseti kanun layihasini ma'qullab, Jungo Şinjanның kişilik hukuk ahvoliga zahar xandilik bilan hujum qildi. Jungoning asabiylikni tugutish va terrorizmga zarba berishdagi tirishchanligini burmilab qora suvdi. Jungoning ichki ishlarga qo'pollik bilan aralashdi. Axloq va haqqoniyat tuvan chekini ochiqdan ochiq dafsanni qildi. Bu zomigarlikning razil o'yini. Bu xil qo'sh o'lcham bizga qilingan haqorat. Avtonom rayonimizdagi har millat har soha kishilari buningga qat'iy qarshi turdi va kuchlik ayblaydi. Amerika o'tirg'i qo'ygan atalmish Şinjang chetishlik qonun loyihasidan qattiq g'azablandim. Buningga qat'iy qarshi turaman. Uni kuchli ayblayman. Şinjangni qalaymaqon qiladigan har qanday suiqasd hargiz amalga oshmaydi. Şinjangga har millat xalq buningga hargiz qo'shilmaydi. Men Şinjangda tug'ilib o'sgan Uyg'ur partiyalik kadr. Partiyaning rahbarligida Şinjangning turli ishlarida g'oyat zo'r o'zgarishlar borliq kelib, har millat xalqining turmush saviyasi zo'r darajada o'sib, baxt ko'rsatkichining o'zliksiz oshganligiga guvoh bo'ldim. Shunday deymanki, Amerika sening Jungoning millatlari munosabatiga, Şinjangning gulinishi, muqimligiga buzg'unchilik qiladigan har qanday suiqasddan hargiz ish qo'shmaydi. Şinjangda zo'ravonlik terrorlik delosi vaqasi yuz bergandan keyin davlat nihoyat yaxshi tuzash loyihasini topdi. Amaliyotda biz butun dunyoni asabiylikni tugatishdagi mushundaq bir loyiha bilan ta'minladik. Amerika doiralari terrorchi unsurlar bilan til biriktirib, oqqorni ostini ustun qildi. O'zini qonunchilikdagi o'lgulik davlat deb olgan Amerika mushundaq qonun loyihasini o'tirg'a qo'yganda parlamentning vijdoni nakatdi. Uning qonunchiligi nada qoldi? U oldi bilan o'zining kishilik huquq xotirasini varaqlab baqsin. Uning bizning siyosatimizga qo'l shiltiydiganga nima huquqi bor? Biz Şinjang xalqi buningga hargiz qo'shilmaymiz. Biz cho'qim maydonimiz mustahkam, bayrog'imiz ro'shan holda xizmatimizni yaxshi ishlab, Şinjangning go'zal kelgusi uchun to'kib qo'shimiz. Vatanparvar diniy zot Ahmad Osman munolarni bildirdi. Partiya markaziy komitetining kuchli rahbarligida Şinjangga har millat xalqining turmush saviyasi zo'r darajada o'sdi. Har millat amisining diniy e'tiqod erkinligi huquqi to'liq hurmat qilindi va qo'g'daldi. Amerika o'zining zomigarlik huquqini qo'g'dash uchun Şinjangni mutahamlik bilan ayblab, yomon g'arazda hujum qildi. Bu butunlay tuxumdan tukundirganlik. Buningdan uning yomon g'arazini ko'rib olg'ili bo'ladi. Hozir diniy e'tiqod erkinligi siyosati nihoyat yaxshi. Qonunliq diniy faoliyat qo'g'dildi. Masjidga turli aslihalar saplab berildi. Havo shugish munch qatorliq aslihalarning hammasi to'liq. Dinga e'tiqod qilgan ammo nihoyat rozi. Biz ularning atalmish qonun loyihasiga pisand qilmaymiz. Hammasi asosi yo'q yolg'on gaplar. Biz Şinjangga har millat xalqi bir yoqdan bosh, bir yoqdan qo'l chiqarib, qat'iy qarshi turamiz. Paket munozirdan ustun. Haqqoniyat kishilarning qalbida. Jungo Şinjangning kishilik huquq masalasi qarta bu yerda turmush kechirayotgan har millat xalqi fikr bayon qilishga eng huquqliq. Xotan shahri aholisi Yasinjon Xilil diniy asabiylik ideyasi bilan yuqumlanganlikdan bultir u kasbiy mahorat ta'lim tarbiya markaziga o'qishga bordi. O'qish tamomlagandan keyin u takshilikda loyihalash shirkati qurdi hamda bir necha xizmatchi qabul qilib, ko'pchilikni birlikda kirimini oshirib beshga yetakildi. U Amerikaning Şinjang chetishli qonun loyihasini ma'qullashida yomon g'araz bor. Bu Şinjangga har millat xalqining go'zal baxtli turmushini barpo qilish ishonchi va irodasini qilch tavirtamaydi deb qardi. Amerikaning Şinjang chetishli qonun loyihasida oqqorni ostini ustun qilib, paketga ko'z yumib, pitni pasa tarqitib, osonlik millatlarning kishilik huquqiga chek qildi deyilibdi. Sizlar Şinjangni tushunamsizlar? Şinjangga kelib baqdinglarmi? Bu yerda qalaymaqan biljirlab, tuturuqsiz gap qilmanglar razil nakeslar. Bu ishga nihoyat g'azablandim. Ularni kuchli ayblayman. O'z beshidan kechirguchi bo'lganligim uchun bu yerda so'z qilishga men eng huquqliq. Ta'lim tarbiya markazi bir maktab, qiliplashgan boshqarish yo'lga qo'yilgan. Maktab kallamki diniy asabiylik ideyasini tugutishimga yordam berdi. Qonun engim kuchayib, nurg'un mahoratlarni o'rganib oldim. Navoda o'rganishga bormagan bo'lsam bugunim bo'lmaydi. Biz yomon g'arazli kishilarning ittifoq, inoq, baxtli turmushimizga buzg'unchilik qilishiga qat'iy yo'l qo'ymaymiz. Yakan nahiyasi aholisi Mahbuba Qodir Yakan nahiyali kasbiy mahorat ta'lim tarbiya markazida o'qish tamomlagandan keyin magazin ochdi. Tijorati nihoyat yaxshi bo'ldi. Yaqinda u oilasi vakillari bilan Urumchiga sayohat qilg'ili keldi. U Amerikaning Şinjangga chetishli qonun loyihasi Şinjangga har millat xalqining tinch, inoq, baxtli turmushiga zahar xandilik bilan hujum qilganlik, o'ziga o'zi ish topganlik deb qardi. Ta'lim tarbiya markaziga turmush bək yaxshi. Maktabdagi o'qituvchilar bizga nihoyat g'amxo'rlik qildi. Amerikaliklar buni bilmay turib, nima uchun og'ziga kelgani biljirlaydi. Buningdan nihoyat g'azablandim. Bu ishga qarshi turamiz. Tarbiyalashga qatnashgandan keyin davlat tili saviyammi, qonun engimmi oshdi. Diniy asabiylik ideyam yo'q edi. Hozir do'kon ochdim. Turmushimiz bək yaxshi. Turmushimiz qancha yaxshilangan sari Amerikaliklar shuncha chidamaydi. Buningdan keyin texim yaxshi turmush kechirib, ularni teriktiramiz. Bugun